Hammaga assalomu alaykum. DTS Cleaner yangi обновление varianti chiqdi. Bunda o'zgarishlar. Hop, Spark'ga temperatura o'zgartirish imkoniyati qo'shildi. И Cobalt'ga xuddi shunaqa imkoniyat beruvchi bor. Mana hozir ko'rsataman. O'ziniki 111 ga 108 bo'lyapti. Tepasidagi высокийsi, pastdagisi низкий. Masalan, bizga deylik 96 ga 93 kerak. Tushiramiz. Hop. Endi saqlanib qilamiz va bu yerga yozamiz. Mana masalan 96 ga 93 bo'ldi. Faylimiz tayyor. Высокий 96 da ishlaydi, низкий 93 da ishlaydi. Hop, bundan tashqari ochkalar o'chirish bilasizlar. Bor oldindan. M60 da o'zgarish yo'q. E83 da ham temperatura qo'shilgan. Keyin mana hozir buni ham ko'rsatib o'tib ketaylik, bor-bora. Hop. Bunda ham temperaturani qo'yish mumkin bo'ladi. Qaysi biri kerak bo'lsa qo'ysa bo'ladi. Masalan, 97 ga 91 bo'lsa qo'yamiz. Saqlanib qilamiz. Bundan tashqari hozir bir versiyalarni aytib o'tay, o'zgarishlarni. Korreksiya datchik kisloroddan yoqish, o'chirish mumkin bo'ladi. Mana bu yerda podrobno aytilgan, nima uchun kerakligi, qanaqa ishlashi. Hop, bundan tashqari mana bu yerda mana загрузка правильной настройка cruise control deydi. Bu narsa cruise controlni yoqishni yangicha turi. Ya'ni komfortli ishlaydi. Eski cruise controldan buni farqi eski cruise controlda qaysidir skorostda mashina siltab yurardi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, shunaqa holatlar bunda yo'qolgan. Bu o'sha funksiyani yoqib beradi. Ya'ni cruise controlda yurish upravleniya ancha komfortli bo'lgan bunda. Buni masalan qo'ydik, oldingidek holadagi endi bor yana, immobilizer o'chirish bor. Kimga kerak bo'lsa, bu eski funksiyalar. Hop, yangilik temperatura qo'shildi va cruise controlga yangi variant qo'shildi. Endi azdelka E78 ga kelsak, bunda ham immobilizerni o'chiradigan funksiyasi qo'shildi. Off qilish mumkin bo'ladi. Tak. Soxtalaymiz. Talaganimizdan keyin mana full bo'lsagina immobilizer o'chirish imkoniyati chiqadi. O'chirsak, saqlanib qilsak, yozaversak bo'ldi. Imo o'chadi. Hop, azdelka 339 larda yangilik yo'q. Ochkalarni o'chirish mumkin. Qolganlarida shu. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoprovozni kuzatishda davom etinglar. Kimga bu programma kerak bo'lsa, kanalimiz orqali murojaat qilasizlar. Oldin sotib olganlarga hozir 25-chislogacha skidka bor. 400 ming so'mga обновление qilib beramiz, без ограничениясini. Undan keyin eski narxida bo'ladi. Oldin sotib olganlar uchun $100 bo'ladi. Biror marta sotib olmaganlar uchun $200 bo'ladi bez ограниченияsi. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.